aka. Pul tushib qoldi. Manikimi? Rahmat. Gap yo'q edi. Sizdan boshqa odam bo'lganda qaytarib bermasdi. Malades, omadingizni bersin. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Zo'r yigit ekansiz. Malades. Aya yaxshimisiz? Bugun zo'r narsa bo'ldi. Bitta akaga bir yaxshilik qilgandim, xursand bo'lib qoldi. Bu yaxshiligini unutmayman dedi. Bilasiz-ku aya, insondan faqat yaxshilik qoladi. Bilasanmi jonim? Insonning hayotida kutilmagan voqealar sodir bo'ladi. Bugun bir akaga yaxshilik qilgandim, xursand bo'lib qoldi. Insondan faqat yaxshilik qoladi jonim. Mana sal yaxshilik. Aka, bugun bittasiga yaxshilik qilgandim, xursand bo'lib qoldi. Bu yaxshiligini unutmayman deb. Insondancha faqat yaxshilik qoladi aka. Hammaga ayt qilgan yaxshiligingiz. Sen bir yaxshilik qilmaysan. Butun xalqqa aytding menimcha, ha? Butun xalq bildi yaxshilik qilganingni. Sen bir odamni qutqarib qolsang, bilmadim, bir BMTga ham aytasan-ku. Ha, uka, mana shu o'sha tushib qolgan 5000 sanga. Sen boshqa hech kimga yaxshilik qilma, maqtanchoq olgansan sen. O'sha pulim tushmay, men o'lay. Sigaret bormi aka? Bor.